Dersimize başlaymayız vatandaşım bugün çislağa 2023 yıl 7. ayının 5. günü vatandaşım. Haftaga çarşamba yuqorida ko'rsatdik, sezildik. Endiki mavzu bo'yicha men sizlarga buni o'qib berish shaklida. Chunki buni leksiya qilib so'zlasam bo'ladi, biroq nazik masalalarni o'qib beraylik vatandoshlar. Ishonchli bo'ladi demoqchi qo'yman. Endi yurishib, yurish va boshqa harakatlarni qilishning e'tibori qolmadi. Amerika Cumhur söhbeti, yani Alyaska söhbeti şu haftada muhbirlardan kaçırma söhbet meydanında aşkara münazara başladı. Mavzulu haber 2021 yıl 3. ayının 19. YouTube ilan kılın. Abduri TVBS ahbaratı. Tayvan'ın. Amerika Qo'shma Shtatlarining söhbet vekili, Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Antony Blinken so'zini birinchi bo'lib mundaq boshladi. Jumgoning harakatlariga qattiq diqqat qilyapmiz va Jumgoning bu harakatlaridan ansirayapmiz. Biz bu masalani bugun muhokama qilamiz. Cümleden Şinjan, Uyg'uriston meselesi, Hong Kong meselesi, Tayvan meselesini muhokama qilishlarni o'z ishiga oladi. Hamda Jungoning internet hujumi va bizning ittifoqdoshlarimizga iqtisodiy zo'ravonlik qilishlarini bu masalalarni ham muhokama qilamiz. Alyaska suhbatiga qatnashgan Jungo suhbat vakili Jungo Kompartiyasi tashqi munosabatlar ishxonasining mudiri Yang Jiechi javoban bunday ko'rsatdi. Xinjiang, Tibet, Tayvan Jungoning ayrılmaz bir qismi. Biz, ya'ni Jungo, Amerikaning Jungoning ichki ishlariga aralashishiga qat'iy qarshi turamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining Alyaska suhbat vakili Davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning pozitsiyasi intayin qattiq edi. Mushu xabarga riyosatchilik qilayotgan yoki mushu xabarni yozayotgan kishining fikri jumamovi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Alyaska suhbat vakili Davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning pozitsiyasi intayin qattiq edi. Suhbat boshlanish bilan birinchi bo'lib so'z qilib, Xinjiang, Uyg'uriston meselesi, Hong Kong meselesi, Tayvan meselesini o'ttirg'a qo'ydi. Alyaska suhbati Amerika Qo'shma Shtatlari suhbat vakili davlat ishlar kotibi Antony Blinken orqadilla mundaq ko'rsatdi. Jungoning bu qilgan atkanlari butun yer sharining muqimligini qo'g'dashga tahdid soldi. Prensipli xalqaro tartibga asoslansak, Uyg'uriston meselesi, Hong Kong meselesi, Tibet meselesi, Tayvan meselesi, ichki ish meselesi bo'lmayla qolmasdan oxirgi xat chiqmay qoldi, kechiringlar. Ko'pchilik meselesi, ichki ish meselesi bo'lmayla qolmasdan balki bu yerda dunyoviy masala, xalqaro masala degan so'z mushu yerda bo'lsa kerak. Bu riyosatchi bu yerga cümle tushmayapti. Men shuni ko'pchilikka deb qo'ydim vatandosh. Uyg'uriston meselesi, Hong Kong meselesi, Tibet meselesi, Tayvan meselesi, ichki ish meselesi bo'lmayla qolmasdan arqadilla Jungo suhbat vakili Yang Jiechi javob qaytarib, mundaq ko'rsatdi. Az sondagi davlatlar uchirib targ'ib qilayotgan prinsipni asos qilgan xalqaro tartib. Ko'pchilik riyosatchining fikri, masalan, Naqmayda riyosatchisi va yoki mushu xabar ishligichi riyosatchi. Jungo taraf yo'l qo'ymay ching turdi. Yang Jiechi 16 minut so'z so'zladi. Amerika xalqaro jamoat fikriga vakillik qilolmaydi dedi. Odamlar sonidan aytgandimi yoki dunyoning iqimidan aytgandimi, G'arb dunyosining jamoat fikri xalqaro jamoat fikri deb qaralmaydi dedi.
Bir yerde adamlar sani mi demekçi yancayçı? Conga'nın noposu köp, ahalisi köp demekçi mi körene? Noposun köp bağallığı ahalın köp bağallığı için ikinci bir rayını minin desen, müstemlike rayını minin desen, müstemlik ülkünü minin desen, elbette üye tapavet tep yediğe her bir Xitay minin deydi de. Gepsen manıға qara. Ahalının az köplüğü, sanının az köplüğü adamlarına da bunun qaramay, haq ve aqli adalet yolu tuturup, eğer sen şundak adalet duygusu bolsa, manığa qara yancayçı efendim. Sen başka bir yurt, başka bir makan, başka bir ülkeni, başka bir milletin vatanını besevelip, müstemlike kılıp, cemaat fikirge Amerika vekillik kılanmay. Kim vekillik kılıdı ha? Yancayçı. Dacayla dikhallarım ha? Şula vekillik kılan diye. Şu Amerika bir devletin cemaat fikri, halkara cemiyetinin fikir dep qaralmaydı. Bu sizin fikriniz. Bu Xitayning mentakisi. Bütün dünyadaki mentakalardan ayrılıp çıkan Xitayning menfaat mentakisi, siyaset mentakisi. Menfaatperestlik mentakisi. Sizler fikirlerini halkara cemaat fikri dep hesaplaysizlar. Hatırcam bulamsizlar dedi yancayçı. Amerika Qo'shma Shtatlari o'zining fikrini xalqaro cemaat fikri desin yoki demasin. 1939-yili buni qo'yaylik. 1941-yili Ikkinchi dunyo urushi boshlangandan toki bugungacha bo'lgan 80 necha yillik vaqt ichida Amerikaning fikri dunyoning fikri. Amerikaning cemaat fikri dunyoning fikri bo'lib keldi. Bunun içinde en halkılık mesele Avrupa'da Germaniya faşizmini mağlup kıldı. Asya Tinçokyan rayında Yaponiya faşizmini mağlup kıldı. Mensup devletle, imatası kırıp algan devletle, zulüm istemiştiki müstemlik olup kırıp algan devletle, mesela Asya, Şarkı Canubu Asya devletleri hemmisi azat oldu. Hatta Xitay, yancayçı efendisiz şu vakitte Japonya'ya müstemlike buluştan kurtulup kaldınız. Hoş, o çağda Amerika'nın fikri, halkara cemaat fikri bulup, bugün Uygurustan bile Tibet'te kaytırıp degende Amerika'nın fikri, cemaat fikri bulmaya kaldı mı yancayçı efendi? Çünkü sizler halkara cemaat fikriga vekillik kılalmaysızlar. Sizler fakat Amerika hükümetiga vekillik kılalaysızlar. Amerika hükümeti cemaat fikri. Cemaat fikri Amerika hükümeti 80 neçə yıllık tarixning mabayinidir. Şu vaqtida siz Amerika'nın cemaat fikri, Amerika hükümetinin fikri bilen Tiananmen ravaqaga chiqib Junha, Renmen Gunhagey Çinliler de vakıran. Yancayçı efendi unutup kalman bu tarih ne? Bu tarih nergis unutup kalman? Varaklap görün. Uruş devrdeki diplomatiya tarihi. Ben kıskartıp etsem Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rossiya, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Junho Mingo yani Kuomintang Jangjay hükümeti o'ttirisidagi diplomatiya tarihi qisqa hisoblaganda 1935 yildan 1945 yillik 10 yil. Buni Amerikalik büyük siyasi Gingrich aytgan vaqt 80 yillik tarixni varaqlaymiz degan edi. Lekin men qisqartib aytaymi 10 yil, 10 yillik diplomatiya, jahon diplomatiya tarixini varaqlab bakın. Amerika'nın fikri, Amerika'nın cemaat fikri. Siz bu yolda qanchalik nafga eriştiniz, qanchalik foydaga eriştiniz. Hiç bo'lmaganda Uyg'uristonning 75 yil mustamlik qilishga eriştiniz. Yani siz nima bugun Amerika'nın cemaat fikrini inkar qiladigan darajaga kelib qoldingiz? Yancayçı efendi. Amerika Qo'shma Shtatlari suhbat vakili. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat shtakati Antony Blinken suhbat boshlanish bilan avval Tayvan masalasini, Uyg'uriston masalasini, Hong Kong masalasini o'tirg'a qo'yganda Jungo suhbat vakili Yancayçı bu hurmatsizlik, diplomatiya sohasida hurmatsizlik dedi.
Biz sizlarni yaxshi o'ylashidi deb o'ylabdiq. Nimani o'ylashi kerak edi? Amerika Qo'shma Shtatlar davomli mustamlika, Tibet, Uyg'ur, Xitoy abadiy mustamlika bo'ladi deb shunda qaror qilishi o'ylashi kerakmidi Yang Jiechi apandi? Nimani o'ylashi kerak edi Amerika Qo'shma Shtatlari? Hurmatsizlik qildi, biz sizlarni yaxshi o'ylashidi deb o'ylabdiq. Yang Jiechining fikri nima bu? Negizli xalqaro qoidalarga amal qiladi deb o'ylabdiq. Negizli xalqaro qoidalar nima buna turdi. Dunyoning qonuni nima turdi? Birlashgan Davlatlar Tashkiloti millatlar masalasi o'z taqdirini belgilash gapingiz bormi Yang Jiechi? Amerika shuning amal qilib o'tadi, shu qonunlarni ta'kidlab o'tadi, shu prinsiplarni ta'kidlab o'tadi. Millatlar masalasi o'z taqdirini o'zi hal qilishda o'tadi. Nima xato qildi Amerika Qo'shma Shtatlari Yang Jiechi apandi? Siz bir diplomat sifatida suhbat maydonida, diplomatik suhbat maydonida, diplomatik qoidalarga, nizomlarga, diplomatik axloq mizonlarga hurmatsizlik qilgan sizmi o yoki shu kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining vakillarimi? Qarang, Amerika Qo'shma Shtatlari vakili emaslar, Oqsaroy davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan berilgan vaqt 2 minut. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Antony Blinkenga berilgan vaqt 2 minut. Qarab turing, bu 2 minutdan bular so'z deganda, fikr qilganda ya daqiqa yoki nima eshib ketgan emas. 2 nafar yuqori darajalik amaldor, Amerikaning amaldori Alyaska suhbatida 2 minutdan 4 minut amal qildi. Sen-chi Yang Jiechi apandi, siz-chi 16 minut. Kim berdi sizga bu huquqni Alyaska suhbatining jarayoni berdimi yoki siz 50 ile 16 minut to'xtamay so'zladingizmi? Masalan, bu yerda adab, axloq, diplomatiya mizoni deganda davlat ishlar kotibi Antony Blinken siz bilan suhbat qurgan mavzuni Uyg'uriston, Tayvan bularni birinchi bo'lib o'ttirib qo'yib, siz shu to'g'rida so'zlaysiz. 16 minut ichida nimalarni so'zladingiz Yang Jiechi apandi? Biz 25-yillik bo'lganda mundaq zamonaviy ishimiz, 35-yillik bo'lganda mundaq davlat quramiz, 45-yillik bo'lganda 100 yilni besh o'timiz. Nimalar qilsa bu suhbat bilan bu sizning so'zlaringizdan kim amal qildi? Kim qarıştırıbdı diplomatik nizam ve qoidalarga? Kim buzg'unchilik qildi? Amerikami yoki Yang Jiechi bilan Wang Yimi? Alyaska suhbatida. Siz qanday taraqqiy qilsiz, qilmaysiz? Alyaska suhbatining mazmuni emas bu. Alyaska suhbatining mazmuni Uyg'uriston, Tibet, Hong Kong mushumasi ekan. Prezident nima? Joe Biden hukumatining yuqori darajalik amaldorlari davlat ishlar kotibi Antony Blinken va Oqsaroy davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan shu masalani qo'y 2 minutdan 4 minut. Ikki rahbarning so'zligini 2 minutdan 4 minut. Sizdan 16 minut. Kim buzg'unchilik qildi suhbat jarayoniga? Kim buzg'unchilik qildi suhbat intizomiga va qoidasiga Yang Jiechi apandi? Yani ahirda nima dediniz? Ben tünügün bir raddiye bergandim, sizga hozir qarab turgan. Men hozir bir jumla gap qilay. Yang Jiechining so'zi juma vatandosh. Sizlarning Jungoning oldida ko'chga tayinib gap qilish salohiyatinglar yo'q. Ala shahringni. Tünügün men bu to'g'ri raddiye berib qo'ygandim, buga ortiq so'zlamay. Nima deydi? Sizlarning ko'chga tayinib Jungoning oldida gap qilish salohiyatinglar yo'q. Riyasetçi, muş bilimli işlegücü riyasetçi mundaq dedi. Amerika Jungo o'rtasidagi suhbat, muş suhbatda, yani Alyaska suhbatida, o Amerika Jungo o'rtasidagi ziddiyatlar, muş suhbat, yani Alyaska suhbatida ochiq oshkor bo'lib o'ttirg'i chiqdi. Dunyoga yeyil. Bugun Amerika Jungo o'rtasida suhbat mavzusi nima? Bugün Jungo ile Amerika o'rtasida diplomatik suhbat mavzusi nima? Men boshda aytdim, millatlar masalasi, millatlarning siyosat taqdiri masalasi, millatlarning tavallud o'rni masalasi azaldan cho'ng davlatlar o'rtasidagi masala bo'lib kelgan edi degan edim. Talay qatim so'zlagan so'zlarimda vatandosh, mana bugun buni kechik bo'lsam aytayli. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlar xalqaro qonunlarga rioya qilib, Amerika o'zining davlat qurish prinsipiga rioya qilib, Amerika o'zining xalqaro jamiyatdagi axloq, prinsip va jamoat fikrlariga asoslanib, bugun
2021 yıl 3. ayının 18. günü Alyaska söhbetide, yani Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin söhbet vekilleri bilen Amerika Qo'shma Shtatlarının söhbet vekilleri olturgan yig'inda Amerika Qo'shma Shtatlarının davlat ishlar katibi Antony Blinken Uyg'uriston Jungo'nun ishga ish emas dedi. Yang Jiechi efendi.